Natujniy patolog bo'yicha Xorazmdagi eng yirik obyektlardan birisi nerda ekanligini bilarmidingizlar va necha so'mga tushgani sizlarga qiziqmi? Bu yurtimizda Ranch Universitetining toza binosi. Bu yerda bizning yigitlarimiz uzunligi 35 metr, eni 17 metr, balandligi 15 metr bo'lgan lesonni qurib, balandda turib, najmotlarni o'rnatib berdilar bu yerda. Bu necha so'm pul chiqdi beri? Eng qiziqli yeri. Bu yerni общий summasi 63 million bo'ldi. 63 million. 60 million. Bu yerda giraverish qismi va undan tashqari o'quv binolarini ham najmotlarni qurib berganmiz. Necha unchalik qimmat chiqdi beri? Endi uncha qimmat deb ham aytib bilmayman, lekin arzon deb aytib bilmayman. Sababi 15 metr balandda ishlashni o'zi bo'lmaydi. Bizdan oldin beri ko'plab natijachilar kelgan Xorazm bo'ylab, lekin hammasi otkaz berib ketgan. Oxirgi tochka sizlar bo'ldingiz. Oxirgi tochka biza bo'ldik. Havo biza xudo xolosa o'rnatib beramiz dedikda, ko'rib turganlardan chiroylatib o'rnatib berib, va'damiz ustidan chiqdik og'a. 15 metr lesa. 15 metr lesa og'a. U ustunda chiqib pesakarasini o'zi kelganlar. Ustanovchi yigitlarimizga ustanov ketganlar gavadim, lesa shuna tutib turadi ekan balandda. 15 metr balandda bizda savat avering. Yuragi mahkam ustalar ishlaydi xullas. Xudo xolosa havo oshiq xavf bo'lgani uchun ko'plab ustachilar, natijonchilar bu yerdan rad javobini berganlar. Agar sizlarga O'zbekiston bo'ylab chiqsa, shunday katta obyektlar bemalol baribir ustanovchi qilib berilaveradi. Xudo xolosa havo Toshkent bo'ladimi, Vodiy bo'ladimi, Samarqand bo'ladimi, shunday katta obyektlar bo'lgan bo'lsa, bola xudo xolosa bemalol ustanovchi ketib berib kelamiz. Bu bizning birinchi obyektimiz emas-da. Sabab bundan tashqari bizning boshqa krupniy proyektlarimiz ham bor. Shunday o'xshaydigan. Hammasini xudo xolosa ishlab uddasidan chiqib, egallarning ishonchini keltiramiz xudo xolosa. Biz shahardagi katta obyektlar sizlarniki o'zi. Xudo xolosa havo bizga chiqib turadi katta obyektlar. Ekranda telefon nomerlari qoldiramiz. Bemalol telefon qilsangizlar, xudo xolosa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadilar. Bemalol telefon qilaverasizlar.